Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mana men Yandexda yuraman-da. Litsenziyaga ham to'lov qildim. Diagnostikadan ham o'tdim. Bu holi ham yoqqani yo'q. Ustuvorliklarni tushirib yuborgan, brustor qilib qo'ygan. Buni qayerga murojaat qilishimizni ham bilmaymiz. Haqiqat bormi o'zi yo'qmi O'zbekistonda? Shuni ishlaymiz deb turib kelganmiz. Mashina ham kreditda. Mashinamiz ham Cobalt kreditda. Bu yoq o'zimizda ham kredit bor. Ishlaymiz desak ish yo'q-ku. Yandexga ulanuvdik. Bu ham litsenziya dedi, litsenziyani ham qildik. Diagnostika dedi, uni ham qildik. Hammasini qilib chiqdik bu. Umuman tushunmadim. Bir qani bu? Haqiqat. Bola-chaqani boqish ham qiyin bo'lib boryapti, borgan sari. Sog' bo'linglar. Qani fikr mulohazalar bo'lsa, kommentariyaga yozinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Ishlaylik. Bizga o'xshagan Captain man Sirdaryodanman. Captain ishlayotganlar ham juda ko'p, hamma viloyatdan kelganlar. Sog' bo'linglar.